Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun yana bir oshxona mebelimizni o'rnatib berdik. Chiroyli bo'lib chiqdi. Молочный и dub svetlarini aralashtirib ishlab berganmiz bu oshxona mebelimizni. Bir de duxovkalarni, настольный gazlarni, mikrovolnovkalarni joylab berdik. O'zi ixcham joy, lekin hamma narsalarni joylab berganmiz. Mikrovolnovka, настольный gaz, duxovka, mo'yki, bu yerda xolodilnik, kirmoshin. Kirmoshinni oladi ekanlar, xolodilnikni ham razmeri kattasini oladi ekanlar. Shuning uchun ochiq tashlab berganmiz bularni. Tak, bu yerda har doim tandem mexanizmlar, qo'shib qo'yadiganlari. Keyin bu yerda ko'p funksiyali mo'ykalar qo'yib berganmiz. Hali suvlar bilan mindiribdi. Bu yerda gaz turbalari o'tib ketgan edi. Bularni ham ko'rib etib beklab berdik. Bu yerda kotellarni endi qo'yadilar. Hozir buni ham beklab qo'yganmiz. Keyin bu tarafda shkaf ishlab berdik. Kiraverishlarni bayog'ini ochib ketib bering dedilar. Chunki analarni ochib bilaman razvitkalar bor dedilar. Shkaf ham chiroyli bo'lib chiqqan. Sizlar shilka. Turinglar, baho beringlar, yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Ham bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obunani bosib qo'ysangiz bo'ladi.